Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Yana bir navbatdagi darvozamizni o'rnatdik. Samarqand shahar. Nima edi bu? Rustam aka oti. Qishroq mahallasiga. Juda ham chiroyli chiqdi darvozachamiz. Har doimgidek listlarimiz 2 li, korobkamiz 5. Tay korobkalarni mana shveller faqat o'rnatib bermadik. Nasib bo'lsa stachkadan keyin o'rnatar ekanlar. Ichkari tomondan ko'rinishlari juda ham chiroyli chiqdi. Zamokchalarimiz ochilib yopishlari yengil. Aka, qanday chiqdi darvozacha? Darvoza zo'r, ma'qul. Maslahat berasizmi qolganlarga? Qo'lingiz dard ko'rmasin. Aytgan vaqtimizdan o'nlab keldimi? Shunday. Ha, yaxshi kunlar ochilsin aka darvoza. Roziman. Sog' bo'ling, yaxshi kunlar ochilsin. Xizmatlaringizga rozi bo'ling. Rahmat aka.